Kim qarayapti bo'tga? Nima xizmat, keling. Oo, kimni ko'ryapman? Shodda ishlayapsizmi? Da, shodda ishlayapman. Mashinadan qo'lingni ol, kir qolsan. Yaxshi bo'pti. Shodda ishlayotgan bo'lsangiz, davay menga mashinadan ko'rsating. Mashina olmoqchiman. 30 ga kelib qoldi jasta. Hali rasta, bilganning bari raspa. Bu mashina senga qimmatli qiladi menimcha. Men именно shu mashinani olmoqchiman. Qaysi pulingga olsan? O'zi seni bir tiyin puling yo'q edi-yu. Ha, o'qajor ham beryapti, topdimi? Hozir qizlarga moda bo'lgan-a? Ha? Yaxshi bo'pti. Ko'p gapirmasdan ishingizni qiling. Ha, ajralganimiz sababini endi tushundim. Seni hayotingda o'qajor paydo bo'lgan, meni keragim bo'lmay qolgan. Meni chopib o'rgansan shu uchun. Jonga tegdingiz boru. Qanaqa o'xajor? Men biznes qilyapman. Mana, men Telegramda Shahnoza yosh millioner kanaliga kirib, onlayn daromad qilyapman. Yo'q, menga ham o'rgatasan biznes qilishni. Mayli, faqat bitta shartim bor. Mendan kechirim so'raysiz. Nimalarni xohlayapsan sen? Hech qachon unaqa bo'lmaydi. Men hech qachon kechirim so'ramayman, tushundingmi? Menga qara, o'zim pravaga topshirib olsam ham bo'ladi-a? Ha, topshiravering. Qayerga boramiz? Ovqatlanishga boramiz-a?